Endi vaziyat to'g'risida ikki kalima gap qilaylik siz bilan billah, hurmatli vatandosh va millatdosh. Bugun Chizloq 2001-yil 2001-yil 5-oyning 30-kuni. Hozir sizlarga dedik, Tunugungi leksiyaning oxirgi muhokamasida Davlat Majlisi harakat keldi, Oqsaroy harakat keldi. Nima harakat? Virusning manbaini tekshirish. Bugun endi yana qo'shimcha hozir 209 nafar Cumhuriyetçiler Partiyasining mansublari, ya'ni Davlat Majlisining a'zolari, ular maxsus Avam Palata boshlig'i Nansi Pelosi xonimga xat yozib, siz Demokratlar Partiyasining bizga qo'shilishga haydakchilik qilib bering. Ondan biz birlashib turib, Jungoning mas'uliyatini, mush tekshirish jarayonida virusdagi Jungoning mas'uliyatini topamiz dedi. Lekin jaranglik bir jumla so'z dema, hurmatli vatandosh. Diqqat qildingiz, virus Jungoda Wuhandan boshlanadi. Biz bu to'g'rida o'tgan yili so'zildik 2020-yili. Hozirgacha markazlashgan masala mayli Dunyo sayyohat tashkiloti bo'lsin, mayli qaysi organ, endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti 5-oyning 26-kuni bayonot e'lon qildi degan so'z. Men o'ylayman vatandoshim, bu endi chaqchaqlashish doirasidan olqib chiqib ketdi deb bir qatimlik so'zildim sizlarga. Tunugungi leksiyamiz qo'shimcha bugunli yana Davlat Majlisidagi o'zgarish 209 nafar Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi Nansi Pelosi Avam Palata boshlig'iga haydakchilik qildik. Demak, oxiri xulosani chiqadi siz shuning ishiningki, bu tekshirish, bu qatimqi tekshirish asli qoida bo'yicha Dunyo sayyohat tashkiloti tekshiradigan ish. Bir davlat, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida bir davlat prezident o'tirg'i chiqib bu tekshirishni chaqiriq qildi, bayonot e'lon qildi. Şu davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi bunga ovoz qo'shdi. Mana bugungacha degan gap, oxir xulosa nima? Virus, yuqumliq virus Wuhanda tajribaxonadan chiqib ketdi. Meselenin eğirlik derecesi mana müşiye keldi vatandaşım. O eğirlik derecesi aldığımız vaziyette kandak tanışaydı, vaziyette kandak özgürtüdü. Hazır Cumhur'un elpazı nime? Mesela bayanatçı Cavlice 2 katım, 3 katım bayanat elan kıldı. Hatta bizi tekşürmeysen üzerine tekşürü al. Ötken yıl Virginia ştatı zukam tarqaldı nedin ki? Akmaydı. Bu mutahemnin mentakısı. Mentakı 2 xil buludu. Onun mentakısı bir ilim-fen sohasidagi mentaqa, logikalik bo'lish, fikr logikalik bo'lish. Ko'z qarash bo'lsin, fikr logikalik bo'lsin. Lekin ikkinchi mentaqa bu mentaqa mutahamning mentaqasi. U mentaqaning beshi yo'q, oyog'i yo'q, rosti yo'q, yolg'oni yo'q. O'ziga udulli kelsa manfaatni ko'zlab turib, og'ziga kelganda davri joylayverdi degan gap vatandosh. Ozimizni Uyg'ur tilida ozimizni so'zda berdi degan gap. Bugün bayanatçı Cavlican Amerika özün tekşürüşünü deyişken, muşunu degende Amerika endi seni tekşürdü. Çünkü virüs kaydı boyunca Wuhan'dan, Jungo'dan partlap dünyaya çıktı. Endi ikinci vaziyetimizi qarayla. Bugün dedim ki ben başta demedim mi yaktaki. Amerika avazı bir makale kökentin. Adamlarda dünya qaraşı, göz qaraş ve siyaset tutkan pozisiya. Yaki özünün Ama şu yolda meniş jarayonida agar o hissiyatga moyil bo'lmasa yoki o'ziga taalluq bir guruhning manfaat maydonida turmasa, o'tirdi siyosat bo'lmaydi vatandosh. Shunga men deyman, bir millat bir manfaat guruhi deyman-ku. Bir millat bir manfaat guruhi, siyaset sohasida ham shundaq, iqtisod sohasida ham shundaq. Buni qo'yaylik. Endi Amerika ovozi tunugi bir parcha maqola e'lon qildi. Rossiya davlat boshlig'i bilan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat boshlig'ining ko'rishadiganligi to'g'risida sal umidsizlik bo'ldi. Men tayyorlamay tashlab etdim. Chunki bu bir xil ko'z qarash ekan dedi vatandosh. Hozir Jansinjanikini sizga o'qib berdim vatandoshim. Jansinja nima dedi? Bu odam to'g'risida, bu odamning mushqatimqi Rossiya Amerika suhbati to'g'risida sözlerine qayt-qaytlar yetkazdim vatandaşa. Bu adam muşunun dikkat kılıvatıdı. Demek bunun siyasetteki sezgürlüğü nayeti güçlük adam deyişki buladı vatandaş. Siyasi sezgürlüğü bek güçlük adam deyişki buladı. Cansınca efendinin. Nimdeydi? Beycan çoğuçup gitti. Prezident Joe Biden, sabah prezident Nixon'un yolu bilen manuda.
Beijing'nin kaynidan zarbe berdi. Demek bu 5. ayının 30. günü yutup. Allah xalası yani 15 günden keyin ikki davlat Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden janvada uchrashdi. Vatandaşlarım. Bunun muşundaq kelishdan, yani Nixonchi kelishdan. Bunun ma'nosi nima edi boshda? Nixon sobiq shu vaqtgi Jungo hukumati bilan birlashib Rossiyada Kreml imperiyasini yoki Rossiya sobiq Sovetlar hokimiyatini og'dirishda taktikalik va strategik siyosat qo'llandi degan. Endilikda hozir Johnson gapi Nixon shu yo'lda ekan, bugun prezident Joe Biden shu yo'lda mangdi. Undaqda prezident Joe Biden bugun Rossiya Federatsiyasi bilan birlashib Jungoda bu qizil hokimiyatni, ya'ni kommunizm hokimiyatini bartaraf qilish. Jungodagi butkul zo'ravonlikni tugutish. Bu Uyg'urlar qaratgan zo'ravonlikni tugutish uchun endi prezident Joe Biden Nixon prezidentning yo'lidan mangdi. Bu oxir xulos. Johnsonning xulosasi men nima demoqchiman? Lekin men shunday bo'lishini umid qilgan odam, vatandosh. Men sizga boshdan oxir so'zlayapman. Alloh bir kuni nusrat ato qilsa, Uyg'ur o'zining so'zini so'zlaydigan vaqt keldi. Hozir biz o'zimizning so'zini so'zlaydigan vaqt emas Uyg'ur uchun. Biz nima deymiz? Jahondagi so'zlanayotgan so'zlarni hammamiz yig'ib elib kelib, shu yerdan o'zimizning Uyg'ur millatining manfaatiga loyiq xulosa chiqaramiz. Vatandoshlar. Yana bu davomi to'xtab turib